Qadrli kuzatuvchilar, aprel oyining so'ngida bo'lib o'tadigan ona tili fani bo'yicha imtihonlarda, demak, essening kirish qismini o'tgan darsimizda ko'rgan edik siz bilan. Endi asosiy qismini qanday to'g'ri shakllantirish bo'yicha gaplashib o'tamiz. Diqqatni jamlang. Avvalambor asosiy qismga o'tayotgan vaqtingizda mavzuning muhim joylariga qaraysiz. Ya'ni bugungi kunda fast food, ya'ni tayyor taom mahsulotlar ko'pchilik tomonidan zamonaviy hayotning qulay, tejamkor yechimi sifatida qabul qilinmoqda. Ayrimlar uni vaqtni tejaydi, arzon, hammabop ovqat turi deb hisoblashsa, boshqalar fast foodni inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diruvchi omil, ya'ni salomatlik kushandasi deb baholaydi. Demak, birinchi tomonda uning vaqtni tejashi, arzonligi, hamyonbopligini yozsangiz, demak, mana shu nuqta muhimroq hisoblanadi. Endi asosiy qismning birinchi tomonini shakllantirayotganda 3 ta, ya'ni komponentni, ya'ni 4 ta komponentni bir-biriga bog'lashingiz kerak. Birinchisi umumiy kirish gap, bu bir. Ikkinchisi, demak, o'sha asosiy tomondagi fikr. Uchinchisi, bir argument keltirasiz va to'rtinchisi dalil keltirasiz. Ularning har biriga sekinlik bilan to'xtalib o'tamiz. Kirish gapimiz asosiy qismda binafsha rang bilan berilgan mana. Mazkur masala, ya'ni yuqoridagi fast food masalasi. Demak, mazkur masala yuzasidan birinchi tomon yoki birinchi fikr tarafdorlari fast foodni avvalo zamonaviy hayot ritmiga mos, qulay va tejamkor ovqatlanish usuli sifatida baholashadi. Demak, bu kirish gap bo'ldi. Asosiy qismga kirish gap qo'yyapmiz. Ikkinchi tomon fikri, ularning fikricha, mana bu 2 raqam bilan belgilanadi mana. Ularning fikricha bu kirish so'z sifatida ishlatyapmiz. Bugungi kunda ko'pchilik insonlar ish, o'qish va turli majburiyatlar sababli uyda muntazam ovqat tayyorlashga har doim ham vaqt topa olmaydi. Mana bu, demak, birinchi tomonning fikri. Ya'ni birinchi tomon nima uchun fast foodni vaqtni tejaydi, qulay deyapti, arzon deyapti, mana shunga asos bu. Va argument, ya'ni sababni keltiramiz. Shu nuqtai nazardan mana 3 raqam bilan qo'ydik. Qaraganda tez tayyor bo'ladigan taomlar vaqtni tejaydi, och qolmaslikka yordam beradi va kundalik hayotni ancha yengillashtiradi. Demak, qarang. Bu yerda vaqtni tejaydi degan muammoni kiritdik. Keyin kundalik hayotni ancha yengillashtiradi degan masalani ham kiritib o'tdik. Va dalilga qarang endi. Dalilni odatda masalan yoki chunonchi jumladan so'zlar bilan berishingiz to'g'riroq bo'ladi. Masalan, ish borasida yoki yo'lda tezda ovqatlanib olish imkoniyati odamning ish unumdorligini saqlab qolishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari fast food nisbatan arzon va deyarli hamma joyda mavjud bo'lgani uchun ham ko'pchilik uchun qulay yechim sifatida ko'riladi. Mana bu asosiy qismda bemalol siz 70+ essega ishlatsangiz bo'ladi. Va e'tibor bering, imtihon paytida yozayotgan vaqtingizdan asosiy qismning birinchi tomoniga kirish gapni qo'yib o'ting mana. Va o'sha birinchi tomonning fikrini qo'llab-quvvatlab o'ting. Birinchi tomonning fikriga sabab keltiring, ya'ni ko'pchilik argument desak, argument nima deydi? Argument bu sabab. Va aynan birinchi tomonga dalil ham keltirib o'ting. Dalil hayotiy bo'lsin. Gazetadan, jurnaldan, kimningdir qanaqadir sahifasidan bo'lishi shart emas, o'zingizning hayotingizdan va umuman ijtimoiy hayotda mavjud bo'lgan voqelikdan dalil keltirib o'tishingiz ma'qul bo'ladi. Xullas, qadrli kuzatuvchilar, bizning sahifamizda, demak, Telegram, Instagram hamda YouTube sahifalarimizda milliy sertifikat imtihonlari uchun video darsliklarni batafsil joylab boryapmiz. Har bir video darsimiz siz uchun ishlanmoqda va barchasi bepul. Ushbu video darsliklarni ko'ring va keraklicha foydangizni oling.